Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz sizlar bilan Manhajul Alamiy bir kitobini ko'rayotgan edik. Al-Wahdatu Sadisa, 6 bo'lim. Al-amakin va ittijahat. Al-amakin va ittijahat, ya'ni joylar va yo'nalishlar. Mufrodat, birliklar. Ba'id, uzoq. Qarib, yaqin. Bijivar, yonida. Fawqa, ustida. Tahta, tagida. Amama, oldida. Xolfa, orqasida. Muallaqun, osilgan, ilingan. Makwiyatun, dazmollangan. Jahizun, tayyor. Vajada, topdi. Mahattatun, bekat. Iboralar, at-tarakib. Mawqiful hafilat, avtobuslar bekati. Ma'hadul lug'at, ma'hadul lug'a, ya'ni til instituti. Biddabti, aynan yoki aniq degan ma'noda. Abhathu an, qidiryapman. Yaqa'u fi, da joylashgan. Taqriban, taxminan degani. Birinchi qiroamiz, bu yerda hivar bor. Kayfa at-tariqu ila as-suqi, ya'ni bozorga yo'l qanday? Ya'ni bozorga yo'l qanday bo'ladi degan ma'noda. Xolil va bir kishi o'rtasida suhbat bo'lyapti. Min fadlika ayna yaqa'u suqul madina? Iltimos, ya'ni min fadlik. Iltimos, shaharning bozori qayerda joylashgan? Yaqa'u fi wasatil madina, ya'ni shaharning markazida joylashgan. Va huwa kabirun jiddan, u judayam katta. Mada turidu an tashtariya biddabti? Aynan nima sotib olishlikni xohlaysiz? Kishi Xolilga qarab aytyapti. Xolil javob beryapti. Uridu an ashtariya athas al-bayti. Ya'ni bu yerda an kelganligi uchun fathali bo'lyapti bu yerda. Uridu an ashtariya athas al-bayti va ba'd al-mafrushati. Uy mebellari, uy mebellarini sotib olishlikni xohlayman va ba'zi bir jihozlar. Mafrushat degani o'sha mebellar, jihozlar degan ma'noda keladi. Endi kishi javob beryapti. Idan satarkabul hafilata raqma 25. Unday bo'lsa, siz 25-raqamli avtobusga minasiz va tanzilul mahattata qabla al-akhira. Oxiridan avvalgi bekatda tushasiz. Va mada ba'da zalika? Undan keyin nima? Ya'ni undan keyin nima bo'ladi? Ba'da zalika, shu yerda kishining gapi qolib ketgan. Ya'ni mana shu yergacha Xolilniki bo'lsa, undan buyog'i kishiniki bo'ladi. Shu yerda tashlab ketishibdi. Mana shu gap kishiniki bo'ladi. بعد ذلك undan keyin imshi fi الشارع الرئيس 10 دقائق تقريبا. Undan keyin 10 daqiqa asosiy ko'chada yurasiz. Tajid amamaka hadiqatan kabiratan. Oldingizda katta bir bog'ni topasiz. Va xalfaha satajidu suq. Uning orqasida esa bozorni topasiz. Demak, katta bog'ning orqasida joylashgan ekan bozor. Va hunaka kathirun minal amakin tabi'ul athas. Va u yerda mebellar sotadigan joylardan ko'pginasi bor. Shukran kathiran lak. Sizga katta rahmat yoki ko'p rahmat.
La shukra ala vajib. Endi rahmat shart emas degan ma'noda. Ya'ni arzimaydi deymiz o'shanaqa ibora. La shukra ala vajib. Bu yerda mashqlar xiborga qarab bajariladi. Bular ham bu iboralar bog'lanadi bir-biriga. Masalan, qif to'xta degani, misol uchun to'xta degan ibora mana bu ibora bo'lishi kerak, bog'lanadi. Bu yerda istima' bajariladi, eshitib tushunish. Va ikkinchi qiroamiz, ikkinchi hivorimiz. Ayna malabisi, ya'ni malabis kiyimlar. Kiyimlarim qayerda? Al-ibnu val ummu. O'g'il va ona o'rtasida suhbat ketyapti. O'g'il onadan so'rayapti. Ayna malabisul madrasati ya ummi? Kulla yawmin abhathu anha. Ey ona, maktabning kiyimlari qayerda? Har kuni ularni qidiraman. Ona aytyapti, kulla yawmin tas'aluni ayna makanul ashya. Har kuni so'raysan mendan. O'zi narsalarning joyi qayerda? Al malabisu makwiyatun va jahiza. Al qamisu dakhil al khizana wal bintal fawqa al kursi wal hiza tahta as sarir. Demak, kiyimlar dazmollangan va tayyor. Jahiza. Al qamisu dakhil al khizana degani, ya'ni ko'ylak shkafning ichida, shim kursining ustida, oyoq kiyim esa kravatning tagida. Va aynal mushtu ya ummi? Ey ona, taroq qayerda? Mushtu taroq. Ona aytyapti, muallaqun amama al-mir'ah, ya'ni oynaning oldida osig'liq, ya'ni ilingan. O'g'il aytyapti, min fadlik ayna wada'ti al-haqiba? Iltimos, sumkani qayerga qo'ydingiz? Al-haqibatu 'ala al-kursiyyi amama al-maktaba. Sumka kursining ya'ni kursining ustida, 'ala al-kursiy, sumka o'sha kursining ustida, kitob javonning oldida. Hal at-ta'am jahiz? Ovqat tayyormi? O'g'il so'rayapti. Ona, na'am huwa 'ala al-ma'ida, ha, u dasturxon ustida. O'g'il aytyapti, sa'ati sari'an, tezda kelaman. Shukran laki ya ummi al-habiba. Rahmat sizga, ey suyukli onam. Afwan ya ibni al-munazzam. Arzimaydi, ey tartibli o'g'lim, deyilyapti. Tartibli o'g'il ekan, ha? Endi bu yerda mashqlar bor, o'sha xiborga qarab bajariladi. Bu yerda so'zlar, ya'ni o'sha mana bu so'zlar bir-biriga bog'lanadi zidi bilan. Xo'p, bitta boshqacha bo'lgan so'z belgilanadi bu yerda. Muhadasa qismi bor. Abhasu an, qidiryapman degani. Masalan, abhasu an daftari. Yaqa'u fi, da joylashgan. Yaqa'u bayti fi madinatil Qohira. Uyim Qohira shahrida joylashgan. Mada turidu bid-dabt? Aynan nimani xohlaysiz? Mada turidu an ta'kula bid-dabt? Aynan nima yeyishni xohlaysiz? Hal huwa aw, ya'ni u misol uchun hal huwa ba'idun aw qaribun? U uzoqmi yoki yaqinmi deyilyapti. Mana bu iboralar muhadasa, ya'ni gapirish iboralari. Bu yerdagi mashqlar bajariladi. Bu yerda ham qoidalar bor. Qoidalar fe'llarning tuslanishi, Bu yerda o'sha fe'llarni to'g'ri holatda qo'yib chiqish kerak. Qoidani o'qigandan so'ng bu yerda ya'niki o'sha fe'llar qoidasiga ko'ra mashqlar. Mana bu yerda mustaqbal bor, ya'ni kelajakni ifodalovchi harf bor, ya'ni sa orqali yasaladi. Sa degan harfimiz muzori fe'lni oldidan kelsa, kelasi zamonni ifodalab ketadi. Shu bo'yicha mashqlarimiz bor. Masalan, mada sataf'alu, nima qilmoqchisan? Misol uchun, saaktubu darsa, darsni yozmoqchiman kabi. Endi bu yerda mana bularni yozib chiqishimiz kerak. Yegan, yeyapti, yemoqchi kabi. Kelajak, sa bilan savfa, ikkita kelajak so'zlari bor. Muzori fe'lni oldidan keladi. Mana bu mashqlar bajariladi va qoidalarni o'qib qo'yasiz. Shu bilan 6-bo'limni yakun qilgan bo'ldik.